Assalomu alaykum aziz kanalimiz a'zolari, mana hozir beslarimiz yana sotilyapti. Ishlab chiqarishni davom ettiryapmiz. Mana davom bo'lyapti seximizda. Hozir mana ukamiz bizdan olishgan edi. Samirjon, mana o'zingizni fikringizni bildiring. Mesela yaxshi. Xudo xolasa mana 25 ta oldik. Keyingi oy yana 25 ta olsak, Inshaalloh. 50 ta bo'ladi-da aka. Arendaga berib yuramiz. Qalinligi, materiali, kraskalari hamma yo'q joyida omon. Menga ma'qul keldi. Ko'pchilik narsa ma'qul kelmaydi. Tanlab chekkaga olyapman men ham. rahmat sizga. Demak, bu pul osonlikcha to'g'ilgan yo'q-da bu. Rahmat. Shuning uchun mana chekkaga yana o'lgan bilan kilometrligini oldik. Buni ham olib ketganmiz. Xudo xolasa kelaverasizlar, olaverasizlar. Yaxshi ekan. Hammaga yaxshi kunga nasib qilsin ilohim. Rahmat. Baraka toping siz ham. Baraka toping. Manzilimiz Yaypan, O'zbekiston tumani. O'zbekiston tuman Sochtepa qishlog'ida. Arendaga beriladi. Rahmat. Bor, 50 kamplik, 60 kamplik qilib qo'ydik o'zi. Yaxshi. Vallahi ishlatadi ekan, men mol tashishga vaqtim yo'q unga. Yo'q. Akalar rozi bo'linglar. Keng. Ilohim yaxshi kunga ishlating bo'ldi, men ham shularni yaxshi kunga ishladim. Inshaalloh. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p.